Hozir yana bitta klient oldiga borib, ozgina izoh olamiz. Ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimisiz? Men Nargiza bo'laman. Xush kelibsiz bahor gullariga. Siz bizani xaridorimizsiz. Necha yildan beri bahor gullariga kelasiz? 4 yildan oshdi. 4 yildan oshdi. Yaxshi, rahmat. Mijozimizda. Bilishim bo'yicha, siz bog'bonsiz, landshaftni dizayn qilasiz. Yo'q, biz bog'bon emasmiz. Ishxona tashkilotda ishlayman men. Shu tashkilotimizga olamiz gullarni. Bo'ldi, bitta tashkilotga endi har yili bu narsalar olasizlar. Yaxshi. Qanaqa bahor gullariga nima deydi? Tavsiyalaringiz bor. Bizni yana ham xaridorlarimizni maqsadimizni xursand qilishda aslida. Qanaqa tavsiyalaringiz bor bizga? Doim bulardan landshaftni gullar olamiz и komnatni gullar deyshadi bular. Komnatni gullar olamiz. Men har doim kelganda bularga aytaman-da, qanaqadir yangiliklar qilaylik, o'zgarishlar qilaylik, chunki komnatni gullarda bilsangiz agar bir xilliklar ko'p. Shuni o'zgarishlar qilish kerak. Gullaydigan ko'proq gullar olish kerak deyman-da. O'zim takliflarimni berib ketaman har safar. Yaxshi. Olib ketaman gullardan. Yaxshi, rahmat. Mana shu joyga ozgina qo'shilaman men. To'g'ri, yangilik ko'pchilik xohlaydi, даже men ham xohlayman, lekin bitta no tomoni bor-da. Biz qo'limizdan kelgancha yangilik yaratishga harakat qilamiz, lekin ba'zi muammolar bor. Ya'ni ko'p o'simliklar bizning O'zbekiston iqlimiga to'g'ri kelmaydi. Ko'p o'simliklar. Shuning uchun biz nima deydi, xaridor sotib olib uni одноразовый qilib tutmaslik uchun maksimalni uzoq muddat unda yashay oladigan o'simliklarni assortimentini olib kelamiz. Lekin men sizni tavsiyangizni tushundim. Bu narsa ustida yana ham biz ishlaymiz. Bahor gullarini obslugasidan mamnunmisiz? Mamnunmiz, ha. Yaxshimi? Yaxshi, tez ishlashadi. Ishimiz tez bitib ketadi. Gul olganimizda o'sliga olib borib, ustanovka qilib, qo'yib berib, tavsiyalarni berib ketishadi. Doim so'rab turishadi, qanaqa ahvoli gullarni, o'sishi, o'zgarishlar yo'qmi? Qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, mana bunaqa qiling, mana bunaqa qilib tavsiya berib turishadi doim. Rahmat. Maslahatligini ayashmaydi. Lekin mana Hasanboy filialimizda mana shu 3 gektar maydonda showroom qilib qo'yganmiz. Endi bilasiz, Toshkentda shahar markazida biz unaqa territoriyamiz yo'q, shuning uchun sal chetroqda biz. Qo'ldan kelganicha biz ham xaridorlar uchun assortimentni zo'r qilib qo'yamiz qishin yozin. Undan tashqari narx-navoni ustida ham qo'ldan kelgancha ishlaymiz. To есть konkurentdan ko'ra qimmat bo'lmasligi masalasida ham ishlaymiz. Narx-navo bo'yicha qanaqadir pretenziyalaringiz yo'qmi? Yo'q, yaxshi, narx-navolar yaxshi. Juda ko'p solishtirib ko'rganman. Rahmat. Doim olamiz. Kattakon rahmat sizga. Sog' bo'linglar, yaxshi ishlaylar. Sog' bo'ling.